Savolim shuki, meni davrinam oshib, sahrim oshib ketadi. Xudo xolasa mana shu mahsulot yechim bo'ladi ana shu ikkita masala bo'yicha ham. Bo'g'imlarim ham og'riyapti. Shu tanani bo'g'in og'riqlariga qarshi juda ham zo'r rezultat beryapti. Bo'pti. Iloji bo'lsa bugun keltirib bering. Nimaga unaqa deyapsan dey? Nimaga? Kelilarimni tortinadigan bo'lib qo'yganman. Katta kelinim ham keladi. O'ylagani ketuvdi opasinikiga. Bir kuni orqamga sanchtirib qoldi, o'tirib qo'ydi. Zo'di, Asnabek ichim og'riydi o'g'lim. Ya xolajon, siz bor-ku, ana o'sha keliningizga muhtoj bo'lib qolmaysiz. Mana shu narsaga sizga rezultat 100% javob beraman, xudo xolasa. Askerimiz kesin bugun yetkazib. Bo'ldi, xudo xolasa bugun yetkazamiz, xudo xolasa. Oradan 1 oy o'tib. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Qolyapsizmi kelgan joyidan? Ha, xudo xolasa yaxshi. Ikki bachchaga ishdim jinshizdan. Ha, xudo xolasa. Qanday, yaxshimi? Gap yo'q bo'ldi, mazza qildim. Uyqum joyida, xotira joyida. Xo'p. Mazza qildim. Xudoy kam bor. Ashana iste'mol qilganimdan beri mana endi ko'chaga chiqib daydigan bo'lib qoldim. Ha, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Zo'r, Xudoga shukr. O'zi nimaga? Omadlaringizni bersin. Chiqib sog'ayib ketdingizmi? Ha, oxirgisini kecha boshladim. Siz juda ko'p iste'mol qilyapsiz-da, lekin. Men sizga aytmay, siz eshitmang. Ha. Mazza menga mazza bo'lib qoldi endi. Odamni lekin juda bir nima desam bo'ladi, dilini xirab qo'yibdi. Juda xafa bo'lib ketdim. Shunaqa odam bo'lmagan deb. Dunyoga sig'may qoldim. O'zimni o'limimni o'zim kutib yashaytirdim. Hozir endi hayotdan zavqlangim kelyapti. Rahmat. Dunyo turguncha turing. Haligi siz aytdingiz-ku, xafa bo'lgan joyim keliningiz aytgan-ku, haligi nima edi? Ha. Ashi menga yomon ta'sir qildi. Rosa yomon ta'sir qildi. O'sha gaplargacha turibdi-da menda. Siz yig'lagansiz-ku, yig'lab telefon qilgansiz. Men yig'laganman-da. Ishonsiz ko'chaga ham chiqolmay qoldim. Hozir ko'chada ham yuraman. Aplikatsiyalar, tanish aplikatsiyalar bor-da. Aslan hozir qola rangi voshiga yaxshi qopti. Ya'ni ali hojiga borib kelgan ayollarga o'xshab qopsiz deydi. Xursand bo'lib deb aytganim, lekin men qarnatib deganlarimga aytyapman. Yana davom ettiraman degan niyatim bor. Ha, mayli, ichvering. Klientlarni ko'paytiraverasiz ham. Klientlarni ko'paytiryapmiz, lekin qarang, siz bor-ku, men siz bilan telefon qilganingiz, hamma narsalar menda adresda turibdi-da. Zapis qo'yganman-da. Yo'q, bizda avtomatik yoziladi-da, har bitta mijoz telefon qilgan, qo'ng'iroq qilganlar yoziladi. Albatta. Ammo internetga chiqarib yubormang. Shunday gaplarni chiqarib yubormang deyapsiz-da, lekin qancha odam sog'ayib ketishi mumkin sizga o'xshagan, eshitib. Sotib olib. Bu savol bo'lmaydi. Hatto ukamlarga ham maqtandim, oling uka desam, bo'pti olaman dedi u ham. Olmadimmi bilmadimmi, lekin sizni videoyingizni haliginaqa reklama qilayotganlarga hammasini tashlab berganman. Yo, men sizni ham suhbatingizni qo'yib qo'yaman. Maylimi? Mayli, qo'ysangiz ham mayli-yu, lekin men yig'laganlarimni qo'ymang. Ana o'sha joyda juda zo'r rezultat beradi-da. Uni misol juda ham kuchli darajada misol sizga birinchi tashlab beraman, ha, qo'ysang bo'ladi desangiz, o'shanda qo'yaman yoki qo'ymayman. Bo'laveradi, mayli. Haligi aytgansiz-ku, bilasizmi? Nimaga deng degansizda, men adresdan eshitib chiqdim. Nimaga deng? Haligi esdan chiqib ketgan rostdan siz keyin nimaga desiz? Nimaga desam, aytgansiz, bilasizmi, kelinim men mazam yo'q desam, o'zi har doim kasalsiz deb aytdi deb. Ana shu gaplarni qo'yaman men lekin. Lekin anasini Xudoning amri bilan yolg'on gapirmayman. Alloh guvoh. Men bandalardan qo'rqmayman, Allohdan qo'rqaman uka. Nimaga desangiz, men shunda telefon qilyapman, meni Wi-Fi'm yo'q. O'g'limniki o'chib qo'ygan edi. Qo'shnimniki kimdek bossam ulanib qoldi. Keyin shuni ichida
sizga tushdim. Qarasam jinchiydi, maqtayapsiz, reklama qilyapsiz. Bitta farg'onalik inson manaqa bitta kam bo'lib qoldi deydi, eshigini bilgani uchun telefon qilyapti-da. Bu inson deb sразу sizga telefon qildim-da. Ha, to'g'ri. Men sizga nima deganim? Dunyo turguncha turing. Siz bizga o'xshagan bandalarni siylasiz. Alloh sizlarni rizqlaringni ulug', martabalaringni baland qilsin. Aytganingiz kelsin, xolajon. Men ham juda xursandman. Menga bitta eng katta narsa, eng quvonch keltiradigan narsa, men u narsani, u quvonchni hech narsaga alishmayman. Bitta odam, misol, shuna sizga o'xshagan odamni sog'ayishi men uchun eng katta baxt, birinchi o'rinda. Albatta. Allohga shukr, yana ham zo'r qolsam, o'zim sizlarni oldilaringga Toshkentga boraman. Rahmat. Keting, jonimdan deb kutib olib, uyimda ham mehmon qilaman, xudo xolasa. Rahmat. Ana opaxonam telefon qilib turibdi, qalay bo'lyapti dedi, efekt dedi, rosa zo'rdim. Kayfiyatim a'lo, uyqum joyida dedim. Keyin dedim, bo'g'imlarda og'riq yo'q. Hamma yoq joyida dedim. Ichvering, davom ettiravering deb shuna dedi. Ha, to'g'ri. Qarang, siz o'zi qayerdan edingiz? Andijon, Bo'z rayon. Hozir Bo'ston deyilib nom berilgan. Andijon oblast, Bo'z rayon, Bog'ayram, Qadriyat ko'chasi 23-uy. Ha, bo'ldi. Men haligi o'sha andijonlik xolada sizga ham telefon qilgan. O'sha Karvali opiydi. Ha, u kishiga aytdim, mana dedim, opam nomerini berib olaman sizga. Xuddi sizga o'xshab qiynalib qolgan ekanda, u kishi ham. U ham gapirdi. Xavotir olmang dedim, mutlaqo sog'lom bo'lib ketasiz. Men ham sizga aytdim-ku, sizga aytgan gaplarim. Yo'q, xolajon, siz o'ylamang, hech kimga muhtoj yo'qsiz. Yugurib ketasiz. Shunday sog'lom hayotga qaytasiz, o'zingiz ham hayron qolasiz deb turib aytgan edim. Eslasangiz. Hozir Xudoga shukr, jichamas ancha yil o'zgarganman. Yig'inga kirsam ham o'tira olmasdim. Boshim egilib qolibdi-da. Rost. To'g'ri. Ya, endi nima bo'lsa ham chiqib juda ko'pchilikka shifo bo'lyapti bu mahsulot, to'g'risi. Men o'zim ham hayratda qolaman. Rahmat, qordig'imni chiqardilaring. Bir sehrli mahsulot deb hisoblayman-da. O'zim shunchalar yaxshi ko'raman. Qarang, turamanda, meni boshqa ishlarim ko'proqda, buni bo'ldi endi sotmayman deyman-da, lekin sizga o'xshagan odam bitta odam sog'ayib ketadi-ku, shunda alonga bo'lib yonib ketaman, yana sotishga kirishib ketaman-da. Siz o'zingiz ham bilasizmi, rangi boshingizda rosa toza. Ha, shunday bo'ladi. Xudoga shukr, men o'zim ham sog'lom insonman, lekin men nima desam bo'ladi? Har doim ichmayman lekin. Misol, lekin ichib turaman jinshin mahsulot. Chunki hali yosh bo'laman, menga uncha misol hech joyim kasal bo'lmagandan keyin unaqa sezilmaydi. Men o'zim to'g'ri rejimda yuraman. Ovqatlanish rejimim ham to'g'ri, hamma narsam to'g'ri-da. Lekin agar misol baribir har zamon menga kerak bo'lib qoladi. Bir 10 kun, 15 kun ichaman, yana to'xtatib qo'yaman keyin. Ichmay qo'yaman. Men o'zim rostman rosa tuzalmaguncha ichaveraman deb ichayapman. Yo'q, mana siz yoshingizdagi insonlar bemalol iste'mol qilsa bo'ladi. Unda hech qanday muammo yo'q. Ishingizga omad, cho'ntagingizga daromad, o'zingiz bo'ling sog'-salomat. Rahmat xolajon. Mayli, sizdan bir yo'lga ketayotgan ekansiz menimcha. Biz ham o'sha Oltinko'l degan joyga qaysinimizga ketib turdik. Men ham maslarga qo'shilib ketyapman. Bu darajada chehram ochiq emas edi. Xudoga shukr, chehram rosa ochiq. Rahmat. Samarqandga keling, xudo xolasa, mehmon qilaman. Voy, aylanib ketib boraman. Samarqanddaman deng. Ha, men Toshkentda o'tiribman men. Samarqandlikman o'zi aslida. Bo'ldi, gap yo'q. Manzilimiz Toshkentda joylashganda baribir ham. Ali opa Toshkentda yashaydi ekan-ku. Ha, Toshkentda yashaydi, to'g'ri u kishi. Bo'pti-da. Xudoyim oq yo'lini bersa, bir boraman, ziyorat qilib kelaman. Xo'p, xolajon, kelavering, mana shu yoqdan. Kelsangiz, telefon qilasiz, chiqib kutib olaman, xudo xolasa. Bo'pti, tinch o'ylang, xo'p. Xo'p, mayli, salomat bo'ling. Xo'p.